kredit ajratib beriladi. 1,5 yilga 23% годовой stavka bilan 1,5 yilga to'lashadi. O'sha kartangizga tashlab plastik kartochka ochiladi, kartangizga tashlab beriladi. Shu kartangizga tashlaganidan siz o'sha tadbirkorligingiz bilan bog'liq narsalarni sotib olishingiz mumkin. Masalan, taksi bo'lsa, gaz ballon qo'ydirishingiz mumkin. Yo'qsa zapchastlarni olishingiz mumkin, ballon qo'ydirishingiz mumkin. Masalan, sartaroshlik bo'ladigan bo'lsa, stuli bor, oynasi bor, qaychi, mashinkalari, o'sha narsalarni sotib olsangiz bo'ladi. Masalan, tikuvchilik bo'lsa, ayollar bo'ladigan bo'lsa, uyida tikish mashinka olishi mumkin. Ikkita tikish mashinka, yo'qsa bitta tikish mashinka olib, qolganiga material sotib olishi mumkin. Buni turi ko'p. Xohlagan magazinlar bo'lsa bo'ladi. Bizada xohlagan payt kelib olsangiz. Magazinlar misol uchun mekanik shuni olinsin. Yo'q, kartangizga tashlab beriladi, xohlagan joyingizdan borib sotib olasiz. Faqat o'sha tadbirkorlikni yo'lga qo'ysangiz bas. Biz borib keyinchalik monitoring qilamiz. Shu haqiqatan shu ish qilinayotgan bo'lsa, o'zi hammasi maqsadli bo'ladi. Agar qilmagan boshqa maqsadda ishlatib olgan bo'lsangiz, o'shani pulni tezroq qaytarib yuborasini ko'ramiz deb bilmayman. Ogohlantiramiz qilamiz. Yana qanaqa savollar? Chorvachilikka ham, parrandachilikka ham qanaqa kreditlar bor? Chorvachilik, parrandachilikka mana shu aytganimiz hozirgi masalalar. 10 million so'm boshida olishingiz mumkin. Keyinchalik bu mana sizga yetmaydigan bo'lsa, mana bizda hozir mahallalarda hokim yordamchilari bor bilsangiz. Hokim yordamchilarining tavsiyasiga asosan joyingiz bor o'rganiladi. Sizda shunaqa sharoit bo'ladigan bo'lsa, chorvachilik qilishga yo tovuq qilishga joyingiz bo'ladigan bo'lsa, tavsiyasi asosida 33 million so'mgacha kredit ajratiladi. 17,5%. Buni lekin short raqamga tashlab beradi, to'g'rimi? Uni endi agar chorvachilik bo'lsa, hozir naqd ko'rinishda ham berilyapti. O'shan naqd ko'rinishda emas, kattaroq summa chiqarsak, mayli ko'chirish borasida ham. Kattaroq summa, endi masalan siz u etapga borgan bo'lishingiz kerak. Siz ya'ni fermer xo'jaligini yo xususiy korxona tashkil qilib, o'zi mana bu birinchi bosqichlar bosib o'tib, keyingi bosqichda olsangiz bo'ladi. Garov ta'minoti ostida xohlagan kreditni olsangiz bo'ladi. Birinchilikka bu bosqichlar bosib o'tib, korxona ochgan bo'lishingiz kerak. Uni yurib, 300 million kredit olib, u uchun olmagan ma'qul-da, uni. Endi masalan, hozir qaytgan bosqichma-bosqich borish, sizda